Kim 31 dekabrda taza yılda şaşlık pişirecek bolsa, magazin, kafe, Marnovka qidırıp tapılmayın cilli bolup, qarlanıp ya da tapsa da Marnovka etilmey yursa, etip bilmese, nişabetçekini bilmese, ine men sizlere şu adamlara Marnovka'ni o'rgataman. Ine qaranglar, şu Marnovka ansaqqana yaş bol adam yadında qaladı. Yaxshilab o'rganinglar. Videoni saqlanib qo'yinglar, kerak bo'ladi. Har bir odamga kerak bo'ladi toza yilda. Biladi onlara da ishlamas. Biladi onlar ham aytib ko'ringlar, bu ta'mi boshqachadir buniki. Ina qaranglar, merdan shoshishlarga bugun cho'tkisini o'rgatadi. Ina qaranglar, do'st sapamiz bunga shuni ayttirib, cham bilan o'zingiz sozlaysizlar. O'sin kitayskiy do'z berasizlar azroq. Chut kitayskiy do'z, lotus sapasizlar da bitta. O'sin qarabirchni ko'p salmal emas, azroq salsang bo'ldi. Izindan ham baqu. Chesnok yuborasizlar ina. Chesnokni salamiz. Hamma kerak bo'ladi shu. Yana bir varianti bor bunda, eng yaxshi zoti toza yilda baqu. Toza yilda sizlar buni oldindan ham aytib bilasizlar. 30 dekabrlarda ya bir 29 dekabrda tafovut yo'q. 5-10 kun oldindan aytib bilasizlar. Shunatdir 5 kun 10 kun oldindan aytib qo'yib, morozilikda do'ndirib qo'ysangizlar hech sat bo'lmaydi. Ina sizlarga toza maslahat. 31'inde cilli bo'lib yurmaysizlar, Marnovka qidirib, chapa-chap, yugur, alapasirdi, marketlere barasan, ya Marnovka sotiladigan yerlarga barasizlar-ku. Ularda o'zi tayyorlab qo'yganlari qutarib qolib, sizlarga riski chopib, riski Marnovka ketib turarlar. Ular o'zi yaxshi aytilmaydi-da. Ya bundan atilib, bundan beriladi-da ular. O'zlaringiz qistan mishnatik uzatsangizlar, cho'tki bo'ladi deb o'ylayman. Endi davom etamiz. Qarochi bunga do'z saldik, Kitay do'z saldik, qaraburt saldik-ka, chesnoklam saldik, to'g'rimi? Endi inchi krasitini salasizlar, ha? Bu svet beradi, qizartiradi paprika. Hamma yerda bor, bozorda o'lalar 2-3 manatdan. Ina shuni salasizlar. Buni ko'p salganing, oz salganing hech xil ziyoni yo'q. Bunda ta'm bo'lmaydi. Bozor quri svet beradi. Bo'lgani ta'm yo'q bunda. Ko'p salsangizlar qip-qizil bo'ladi, eting, azroq salsangizlar ochiq qizil bo'ladi. Usul mayonezingizdan ham cho'tki mayonezdan shunday mazali mayonezdan olasizlar. Ina shuni qarang, 2-3 kiloga 2-3 kilo lashka pishirsangizlar ya da 5 kilo lashka pishirsangizlar ina 1 loshka 2 loshka normalniy. Ko'p salsangizlar aqroq bo'lib ketadi. Ina shuni ayttirib, izindan ham bu semishga yog' bor-ku, obishli uyingizdagi. Shundan salasizlar bo'ldi. Yutkash zot yo'q, qaranglar, uyingizda do'zam bor, ina do'zam bor uyingizda. Kitay do'zam topiladi, qaraburt ham topiladi. Shu 3 gana vech, shoshishni priprava, piyoz, lavravis, uzatlar kerakmidi. Qaror shu ataman desangizlar o'z istagingizda atinglar, gap topmanglar, kommentariy yozib, aytib bilmaydigan odamlar shuni aytib ko'rsin. Mazal bo'ladi. Merdan shoshlikni, obishni klienti mabaradon shoshlikim shu mana. Shuni Marnovka. Tushundingizmi? Shuni ayttirib, ya qo'yasizlar-ku. Usumini hozir cho'tka deb aralashtiramiz. Qarab turinglar. Ina ben bunu aralashtirdim, gördüğünüzlermi? Endi bo'ldi, shuni baqu, 2 kilo atinglar, 5 kilo atinglar tafovut yo'q, paketlab baqu. Yarim soat, 1 soat qo'yib, do'q shompol o'tirib, setga qo'yib pishiravermadi, konkretni. Derisini ayirasizlar, yangi aytgan mezotlarni qo'shasizlar, bo'ldi. Endi 31 dekabrdan 10 kun oldi kerak bo'lsa, 1 kuni, 1 oy tafovut yo'q. Islagan vaqtda shu Marnovkani aytib qo'ysangizlar, qo'lingiz degan vaqtda aytsangizlar, shuni morozilikka solib qo'yasizlar, do'ndiradigan yeri baqa. Do'ndirib qo'yasizlar shuni doshdan aytib, so'ng 31 dekabr kuni chiqarasizlardan shuni deb stolga qo'yasizlardan paketni ayirib, 1 soat 2 soat eritib, kecha qarab shompol o'tirib pishiravermadi bo'ldi. Boziliq qalami, nechik bo'ladi, uni ne sat kerakmidi. Cho'tki bo'ladi, dim bo'lmasa telefon berasizlar menga. Omon bo'lasizlar. Ey, aytmasa, to'xtanglar. Shuncha meniyatim ketdi mana. Bir like, bir repost. O'z fikringizni bildiringlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Podpisatsiya etinglar, plyusni bossangizlar, meni videolarim oldingizdan chiqib turadi qarshi. Plyusni bosinglar.